Assalomu alaykum. Hurmatli aziz qarindoshlar, hammanglarning shu joy vaqt xayrli bo'lsin. Mening ismim To'liq Hamid. Shvetsiyaning poytaxti Stokgolmda yashayman. Navbatda Xitoy hukumatı bizningki vatanimiz Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik olib beryapti. Shu qirg'inchiliklarning ichida mening ota-onamni shu qirg'inchiliklar ta'siriga uchrab, bizningki shu Sharq Turkistondagi 5-2 yilda concentration kampida, undan keyin turmaga o'tkazdi. Dadam Güneşlik turmada, apam Bayanday'daki turmada begunoh, sababsiz birinchi qaytimda shu tutilgan chaqda shu meningki Shvetsiyada qilib siyosiy panoh tilganlarim shu panoh tilganligim va siyosiy faoliyatlarda aktiv rol o'ynaganligim to'g'risida o'zlarining qo'liga uchur topshirib qolganligi asosli sabab bo'lgan. Uningdan keyingi vaqtlarda Türkiye'ye borgan, o'g'li bilan ko'rishgan degan sabablar bilan bir şeyde 15'de akirib so'ladi, keyin andan keyin tarbiyalash dedi, keyin qo'yib o'timiz dedi, andan keyin vaqtni o'tishi bilan men bu izchil bir ikki qator mediaga gaqi qo'yibman, andan keyin to'xtab qolganligim tufaylidan qo'yib o'tamdi keyin deganligim uchunligim beparvo qaraganligim uchun 18 yil kesib o'tildi. Bu kesib o'tilgan faqat yupan deb qaralsimi, ya'ni shu mo'lchar degandek bo'lsa-mu, lekin hozirgacha opam dadam Xitoyniki turmishda dafsan davlatda kuni o'tyapti. Shuningga qarindoshlar, bir ishlarga yuzaki qaramayli. Men shu dastlabki vaqtlarda yuzaki qaraganligim uchun, undan keyin ba'zi bir kishilarga ishonganligim uchun qilyapti-ku bu deb qilganligim uchun, hatto oxirida men tahdid silib, voy anda qilsang bundoq bo'ldi, anda qilsang bundoq bo'ldi deb hatta meni oxirida beshadagi siyosiy faoliyat ota-onamga ega chiqish nimamdanmi to'sib o'tgan. Oxirida ishingni qilchiga deb o'zimga kuchli materiallarni to'plab bo'lgandan keyin, o'zimga to'q bo'lgandan keyin har qanday qonuniy organning oldiga kelsam javob bera olaman degan vaqtda oldini yedim, bir yildek oldandim. Oxirida shu ota-onamga shu ega chiqmasam bo'lmaydi-ku degan qarorga keldim. Shundan o'xshash qarindoshlar. Bu odam Dunyo Uyg'ur qurultayining ichidagi vazifali odam, vazifasini cho'ng odam. Undan keyin Do'lqin Ayso bilan Nijat Turg'un kurashgan chaqda men u odamga yaqinlanmayman. U odamni Robiya Qodir akirgan qurultayga degan. Demak, Robiya Qodirninki garchi Dunyo Uyg'ur qurultayining ichidan chiqib ketdi degandek bir o'yin shakllangan bilan hozirgacha huquqi bor. Orqa tomonda tarda aqsidagi sizishtay xo desak bo'ladi. Vizityanma Xitoyning tarixidagi. Yana orqa tomonda o'ynaydi. Ilaqi tatayning bolasi bilan o'ynadi ahmoq Uyg'urni. Ondan keyin Umar Qanot, Olim Sitov, Do'lqin Ayso, Abbos ailasi. Qarindoshlar, ma'nosini unutmanglar. Irqiy qirg'inchilikni bir to'sab qololmaydigan, irqiy qirg'inchilikni bir jinoyat chiqarilmaydigan vosita indigenous vosita qarindoshlar. Bizni avval mushu kategoriyaga kirib etib, mushu yig'inlar qatnashgandan keyin Xitoy bizni necha millionlab qirdi. Madaniyat inqilobida qirilmagan unchalik o'zining bilan tan qalpoq kiydirib qirgan. Barin vaqasini jiqatgan bo'lsa, qirgan bo'lsa 10 ming odam o'ltirdi desak. G'ulji qirg'inchiligida nahiya bozor shaharlardan qalpoq kiydirib tutilib ketadigan chog'da 100 ming desakmi. Urumchi qirg'inchiliknikida bo'pti, janub shimol tarafdan hammamizniki qalpoq kiyib 200 ming odamni qirg'in qildi desakmi. Ma indigenous vaqasniki qarindoshlar 10 million odam 10 millionning ya 3-4 million o'ldirib etildi, yoki 3-4 millioni ishkirlarga o'tkazilib etilib, azamga qulubi qilindi. 3-4 millioni bo'lsa, vatanning ichida hozir majburiy emgak bilan ishiltilyapti, qul qilinyapti. Qizlarimiz bo'lsa bosqinchilik uchirdi. Robiya Qodir bu jinoyatninki boshlamchisi. Dunyo Uyg'ur qurultayidagilar agashkuchi mong'olchilari. Shuningga Dunyo Uyg'ur qurultayidagilar bu jinoyatni o'tkazguchilar. Sharq Turkistonninki ichidagi qon to'kilishga sababchi bo'lganlar Dunyo Uyg'ur qurultayidagilar va Amerika Uyg'ur kishilik projekt, ya'ni Umar Qanotninki tashkiloti orqali bevosita Dunyo Uyg'ur qurultayiga
ulangan. Ulanıp bu iş icra qilinib, biz shu kategoriyaga kirib, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining oldida Dolqin Isa Indigenous People kategoriyasida o'tagan chaqda boshlagandan keyin rasmiy turda Xitoy bizning vatanimizda irqiy qirg'inchilik qildi. Demak, buningki jinoyatchisi Dunyo Uyg'ur qurultiyi va Dunyo Uyg'ur qurultiyiga ergashma tashkilotlar va Dunyo Uyg'ur qurultiyini qo'llaganlar hozirgacha qo'llayotganlar. Tunagan Estrin Turkiya degan Facebook akamiz 2 kunning 3 kunning oldida Facebook bilan chiqadi. Ashnondimi Dunyo Uyg'ur qurultiyiniki Uyg'ur rayonidagi Xitoyniki Uyg'urlar rayonidagi Uyg'urlar degan yerdami ashuningga ergashgan 30 tashkilotmi 60 tashkilot borki, asos chatdan qarab chiqsanglar tashkilotning ismini Est Turkiston bir nimasi deb qurib Sharq Turkiston bir nimasi deb qurib ammo ayada Sharq Turkiston ekanligini e'tirof qilgan Dunyo Uyg'ur qurultiyining kayinda agishadi. Demak, bular Xitoyninki chet elda turadigan ish bijirguvchilari. Meni o'kinilaqa yig'lab turib Sharq Turkistondan men qasam qanchani meni cho'ng bir kuchlar qo'rqitdi buni. Apangni cho'ng kuchlar qo'rqitamda va apangni meni hech qanday kuch qo'rqitammaydi. Meni Xitoy hukumatimi qo'rqitammaydi. Yoki boshqa Xitoyning ishlaydigan odamlarni tillabmi ishlami qilinmaydi, tahdidmi ishlami qilinmaydi, chunki men qonunli davlat yashayapman. To'g'ri ish qildim deb qarayapman. Men bilan tiladim demayman, men kurash qildim deb qarayman. Bular shu haqoratlarga, shu biz tillagan shu narsaga bular kam qilyapti mag'aribniki. Lekin men Amerikadagi Solih Xudoyor, G'ulam Ma'lum, Zumrat Tursun xonim, mushularga tavsiyarim, boshqa yana Dilyar Musabay, boshqa Uyg'ur yaxshi akademiklar tavsiyarim. Buni qilyapti deb o'ylayman. Bular bir yaxshi bir kitoblarni yozib, ma'nodan chiqarib o'tish kerak qarindoshlar bizni. Ma kategoriyadan biz chiqatmasak, qirilgan. Shunda azod bo'lgan taqdirdami, biz Xitoyda hech qanday o'ch olmaymiz qarindoshlar. Bu Xitoyda hech qanday o'ch olmaymiz. Ben o'ylayman deb Mike Pompeo efendim Trump hukumatining tashqi ishlar ministri hurmatli bu odam men qalbimda shu mazgillarda Sharq Turkiston siyosatining muhim o'ringa kelgan va boshqa Cumhuriyet Partiyasiga senator efendimlar shu Republikdagi Cumhuriyetchiligi bizning Sharq Turkiston masalasini kuyunayotgan Scott Perry efendimga o'xshash efendimlarga oid hurmatim bor. Bular birlashib bizni irqiy qirg'inchilik deb chiqadi. Ham irqiy qirg'inchilik deb chiqargandan keyin qarindoshlar, buning hisobi elimda degan gap. Buning hisobini qanday olamiz degan chog'da shu indigenous people kategoriyasidan biz chiqishimiz kerak qarindoshlar. Biz bundan chiqatmasak, biz ash tarixda o'ldirilgan shularga o'xshash hech qanday javobini berolmay qolamiz. Nima uchun Dunyo Uyg'ur qurultiyidagilar bundan chiqaolmaydi? Nima uchun Dunyo Uyg'ur qurultiyidagilarningki qarindoshlar oldingi vaqtlarda xotinlari berib kelalaydi? Mishadiki Shvetsiya Uyg'ur ma'rif jamiyatining raisining xotini berib kelamdi. Shvetsiya ayni vaqtdagi komitetining raisining xotini berib kelamdi. Qayalarda ko'rishdi, Tailandda ko'rishdi. Kimda ruxsat oldi? Anchantini odamlar qaytib keldi, viza oldi, bodi kirdi. Bu ishlar qattiq surish qilinish kerak. Bir odam ishlaydi, xashlashi cho'ng uylarni setib olgan, nadin keladi bu pul. Bu pul nereden geliyordu? Bu pul Uygurlarning qinidan keldi qarindoshlar. Shu ayni vaqtida menga WeChatda va fikrim unda qilma, aralashma, o bu degan odamlar bugun miyada 3-chi bir tashkilot Nabija Halalaninki qurgan tashkilotida tashkilotning a'zosi bo'lib ishlayapti. Bu öndedarda deyilgan, G'ulja degan öndedarda deyilgan gaplarni Shvetsiya hukumati mening topalaydi deb o'ylayman. WeChat'nikini topolmaydi degan gap xiyolinglar bo'lmasinmi qarindoshlar? Mushu davlatning to'rini ishlatib, mushu davlatning shu nimasini ishlatdingizmi? U Xitoyning olamdi yoki Amerikaning olamdi, malaniki sizib olish iqtidori bor qarindoshlar. Biz unchalik texnika bir laqiliqqan davlatlar yashamayapti emas. Texnikasi yuksalgan telefonlar mushlarni ijod qilingan, to'g'rilar mushlarni ijod qilingan, bular tep chiqalaydi. Ana shundaqla 2016 ichida 2 qitim, 3 qitim xotin bolalar oq yo'ldan kirib chiqib, bizningki musharika nachiligan g'uljiliklarnikiga ta'sir yetdi. Hatto Chinchango kelmagan vaqtida ota-onamiz qochib ketilib, yana bir mazgildan keyin bu vaqt Jonchonshanning vaqtida yozdi. Naq shu inson borgandan keyingi bo'lgan ahvol.
avar qilib, yillardan beri hech qanday avarchiqlar uyga bo'lmagan. Shuningga qarindoshlar, biz kallamizni ichib içimiz kerak. Yağlarda akam jiyanim bilan 20 yil kesilib ketirganlar, akam do'yinda suynatidi. Jiyaningning qayerligini Xudo o'zi biladi. Jiyaning dadang bo'lgansa, akang dadang bo'lgansa, men tursa, mandaqda birni yastab, haqiqiy kirib ketgan bo'lsa, dadang bo'lsa, g'uljiga berib nimalarni to'kyapti, o'zing bilsa, Alloh baloyingni berdi. Dakki dukuning ichida yashaysa, xor zarliqni farzandlaringdan tortib, xor zarliqda mushu dunyoda nima ko'radiganini Alloh o'zi biladi. O'zingning kuni ishning kunidan betar dakki dukuning ichida. Men shu hukumatiga yolvordim, shu saqchilarga dedim. Mushni cho'qim bosh oxirga chiqimsanglar olmaydi deb. Anoniki men yana bir gapni qildim Shvetsiya hukumatiga. Bular mushta Uyg'urlar mushta deydiki, Shvetsiyaning yoki G'arbning texnikasini o'g'ilmasa, G'arbningki mushta pulini bajlarni o'g'ilmasa, bular tutmaydi. Uyg'urni o'zini setib yeyotgan desa, shuning bularning nima ishi deydi. Ashta gap bormi desam, undaq yo'qligini. Unda gapningki ahmas gap ekanligini dedi. Agar uchirg'il egir bo'lsa, tekshiradiganligi. Buningdiki men dedim, buningdiki mushta bir uchurlar bo'lsa, biz hamkorlashsak bo'lamdi desak, buni da albatta sizlarningki Uyg'ur jamiyatiningki qanchalik biz murakkabligini yoki oddiyligini bilmaymiz. Bizning oldimizga bunday bir odamlar kelib bunday gap qilib boqmagan. Deyildi. Bo'ladi, unda bo'lsa degan gapni qildim. Shuningga buningdan keyin Shvetsiyadagi Uyg'urlarningki bexatarlik uchun mushu Uyg'urlarningki xotirjam yashash uchun buningdagi har qanday bir ishlar bo'lsa, Shvetsiya saqchixonlariga va hukumat organlariga darhol bir narsa bayqagan aman deyildi. Shuningga oldidagi jinoyatni o'tkazdim yoki berib xotirjam yashagan Westeriondan qaysi davlatning dollarini almashtirdim, qaysi davlatning yevrosini almashtirdim. Dubayga qancha qitim bording, O'zbekistonga qancha qitim bording? Nima uchun? Erkinliging bo'lgan taqdirdami, seningki kelayotgan pul muomala, hatto seningki atrofing, uyingning atrofiga kelib turayotgan dörtalaliq Mo'ng'ullardan tortib senga nima xizmat qilyapti demashada, hech qaysi kam qilinmaydi. Qattiq tekshirish kerak. Bir-birlab hisobotni bo'g'ish kerak. Bularninkini bosh qo'yib o'tish bo'lmaydi. Bular vatanimiz Sharq Turkistonda jinoyat o'tkazdi. Xitoyga yeshil chiroq yoqib berdi. Uyg'urlarning uchurlarini sotdi. Uyg'ur bizga o'xshash yosh kelgan bolalarni tashkilotga kirgan bo'lib, uningdagi bizni rasmlarga tortib, anchantinglarga olib, anchanchilarga olib setib, andaq vatni biz orqali pul ishildi. Biz orqali o'zining yanchiqini chingdi. Shvetsiya hukumatini oldi. Oyoqqa berib, bizni o'zi akirib, vatanni mustaqilmiz qilamiz, andaq qilamiz, bundaq qilamiz deb aldab, yoshlarga aroq so'rini qurib, yengagancha bir-birsini kalla soldirib, o'tirasiyaliklar bilan vatanliklarning o'tirisiga pitni selib, butun rasvochilikni Shvetsiyada qilgan odam 3 odam. Undan keyin tarjimon xotinlar orqali haqning uchurlarini egallab, bir tal uchurni qo'yatmay, yana bir xotinni elib, uni chavul dokumentlar bilan yo'lga selib, keyin yana kirib chiqib, nima ishlarni qilgani, 3-chi bir xotin chatalliklar orqali qochoqchilik qilgan ishlari hammasini hukumat biladi, bilmaydi emas. Faqat shamolning chiqishi, jipning yig'ilsin ham qoldi hozir. Shunday gaplar. Shuningga qarindoshlar, vatanimizningki mustaqilligini asliga keltirmay turib, Sharq Turkistonningki mustaqilligini asliga keltirmay turib, lager taqalmaydi, zulm tugamaydi, majburiy emgak tugamaydi. Bizdan birdan-bir chiqish yo'li emas, Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish. Indigenous kategoriyasidan chiqib ketish. Shuningga men qarindoshlar deydiganim, quruq so'zkini ammanglar. Dünya Uyghur Qurultayı qatil qurultay. Dünya Uyghur Qurultayı jinoyatchi qurultay. Dünya Uyghur Qurultayı kirib xizmat qilganlik, Jungo Kommunistik Partiyasiga kirib xizmat qilganliklar o'xshash barobar. Bloqnaysaninki ayoli oldin Dubaydagi Jungo konsulda xodim bo'lib ishlagan. Tashqi ishlarda. Bularniki mushundaq farq ko'rinishlari. Rabiya Qadirnikini o'zinglar ko'rdinglar, hamma narsa badal to'ldim dedi. 20 yil kesilib ketgan bolasini ko'rdinglar, ko'payib ketgan navarchaqlarni ko'rdinglar. Qaysi badalni to'ldi qarindoshlar?
Bedelli tölegenler mana qarindoshlar. Indigenous kategoriyasiga kirgizib, mana onamizning ko'zidan yosh nig'irlab turdi. O'sha rasmdan chiqqan chaqda ben gerçi erkek qirg'inchilikni Amerika hukumati jinoyatni bekitib bo'ldi, lekin mening yuragimda pichoq tilganda ko'pkan. Chunki mening ota-onam mushlarlar o'xshash turmada o'xshash 2017da opam dadamni shu atdigan soat 9larda pesha qarqaltini keltirib ham ochib ketgan, keyin bo'zg'a ochib ketgan, u yerda 2 yil turgan. Bu narsa o'ylasak har birimizniki vijdoni egasi va ota-onamiz, qarindoshlarimiz, vatanimiz deydigan uchun yuragimizni pichoqlab qo'yganday ko'p ketdi. Şunun qarindoshlar uyg'onayli, ota-onamizni ilgi chiqayli, g'arbdan bizga yaratib berayotgan fursatlardan nima qilayli. Mana bugun men aya kelib, tug'a odam bilan gaplashib, mishada yana va narsani qilmoq istadim desam, sen buningdan keyin bizdan so'rama. Biz bilamiz, sen mishada bir yildan yoq turibsan dedi. Men hisob qilmabman, 6 19 ras bir yil bo'lyapti, 6 19 ish ketdi. Mala biladiki, shuningga bu hukumat unda galvan hukumat emas. Ila shuningga naq maydon qilishni to'xtatib, hozir ota-onamning ishg'al kuchayi bo'ldi deb qilayotgan bo'lgandan keyin ila ba'zilar ay buni bir kuchlar yig'ishtirib aytdi, Shvetsiya undaq qildi, bundaq qildi. Quruq gap hammasi. Shvetsiya hukumati meni hech nima qilmaydi. Men Shvetsiya hukumati bosh o'g'irlamadim, qochoqchilik qilmadim, Suriyaga odam solmadim. Meningki hech qanday Shvetsiya jinoyatlar ishim yo'q. Meninkini 24 soat emas, 2400 soat tekshirishimi? Meningda hech qanday narsa chiqmaydi. Mening lidarim tekshirisi bo'ladi, telefonlarim tekshirisi bo'ldi, WhatsApp'larim tekshirisi bo'ldi, hamma narsam tekshirisi bo'ldi. Eng qo'rqinchlisi, bir shaydikidan tekshirib qolsa, u ishniki buzilgani shu bo'ladi. Meningcha ba'zi odamlarni tekshirish kuchli deb qarayman. Natijasi chiqqan chog'da e'lon qilib qo'yma. Qolganlarniki media bilan gaplashib besib, valoq shalg'in chiqarayotimiz. Xoin degannikini shu dunyoda rasvo bo'ladi. Shuningga qarindoshlar, vatanimizda odamlar o'lyapti. Asli hammamiz shunday narsalarni qilib, parlamentlarning oldida turib, yetib olishimiz kerakdi. Xato ish qilgan liderlarimizni biz sotlarga berishimiz kerakdi, qonunlarga topshirib berishimiz kerakdi, ammo biz bularni qo'llayapmiz. Biz asli bular xato ish qilgandan keyin biz bu indigenuslardan chiqib ketishimiz kerakdi. Biz buni bayqagan zamonda chiqib ketishimiz kerakdi, qarindoshlar. Bu torbatlar aniq turibdi ana. Bu narsadan chiqib Xitoy hukumatining chaqariq jinoyatga onim qilishini qilishimiz kerakdi. Shi Jinpingning o'zining yuragimi qattiq silig'lar. Nemishga o'kinki degan gapini kishilik huquqni bano qilib turib, davlatning ishga aralashganlik urush ochidi degan gap. Demak, ishlar bu darajaga berib bo'ldi. Xudoyim bilsa, vaqtning soati qoldi. Shuningga qarindoshlar, meningcha bo'lsa-mi, Xitoyning xalqaro jinoiy ishlar sotiga bergan yaxshi, Xitoydanmi bakarak oldi bilan beradigan o'zimizningki xoinlarni berish kerak. Xalqaro jinoiy ishlar sotiga bu shu dunyo Uyg'ur qurulgan bular ergashim bo'lganlarningki butun yaxshi advokatlarni tutib, butun kirim-mirim manbalarni, qochoqchilik qilgan butun jinoyatchilarni bo'lsa, Tug'liq Abduzaq apandimlar, Arshad Abbosning jinoyatlarini, meni qo'ygan odamnikini, Zumrat Tursun qo'lidagi narsani chiqarib, kompaniyani chiqarish kerak qurultayning qo'ygan. Xalqaro jinoiy ishlar sudida jazoga tortish kerak bularni. Bular Xitoyningki chet elda turgan ish bajaruvchilar. Bular rahim qilmaslik kerak, qat'iy chaqirtmaslik kerak. Qilyapti-ku, bir ish qilyapti, bu nima ish qildinglar? Va hech nima qilmadi, jinoyat qildi bular shu. Shunday gaplar. Yes, it's okay. Shuningga qarindoshlar, biz cho'qim o'zimizningki nima ish qilish kerakligimizni bilishimiz kerak. Alloh taolo bizni hargiz bu yerga yesin, ishsin, sayohat qilib, to'g'ri qilinglar. Hamma narsaning yo'lida yanglar, piknik qilinglar, kavob qilib yanglar. Yig'ilishlarni arayonlar, choy o'ynamsizlar, o'zinglarning ishi qadaqsanlik qilinglar, ammo bu ishni unutib qolmanglar. Alaykum assalom. Ma ishtimi unutib qolmanglar qarindoshlar. Xudoyim bizni mishaga har bir hikmat, vatanimizdan uchun mana bugun xalqimizdan beshir eg'ir kun kelibdi. Bizni ega chiqamikin deb mishalarga biz o'rinlashib qolgan hargizmo yap ichish uchun emas. Ballalaringlarni dangliq universitetlarda o'qisanglar bo'ladi. Qilsanglar bo'ldi, ammo qarindoshlar biz vatanga hamda
vatan mustaqilligicha borolmaymiz qarindosh. Xitoylar o'zlari kirolmaydi qarindoshlar. Xitoylar o'zining Xitoy pasporti bilan kirolmaydi. Bularni tutib. Vallahi balasi xo'p bo'ldi hozir o'zining partiyasini Gongchandani maqtab ketdi Xitoylar. Shuningga qarindoshlar, vatanimizga ega chiqayli, men biza qaynab so'zlab qo'ydim. Buni so'zlash kerak. Endi mushu bir yilning so'zlaganlarimni hozir tarjima qilyapman. Videolarımni inglizcha tilida chiqib turib, Estirat Turkiyadagi akamiz tarjima qilyapti. Endi qog'ozga kunda chiqib, oldingi so'zga videolarimni bir anglab yetib, uni chiqib ham yer qog'ozda inglizchada o'qiyman. Dünya Uyghur Qurultayı jinoyatchi tashkilot. Dünya Uyghur Qurultayı jinoyatchi. Uyg'urlarning qiniga kirgan tashkilot. Uyg'urlarni dastak qilib turib pul topgan tashkilot. Uyg'urlarni dastak qilib turib pul yig'gan tashkilot. Bularning odamlar qochoqchilik qiladi, odam yutkaydi, Suriyaga odam sog'gan agashma tashkilotchilari. Uyg'urlarni qinini ishgan Xitoy bilan parallel Xitoy davlatining ichida ish qilsa, bular teshida shular moslashib Uyg'urlarni qirishiga, oxirida indigenous kategoriyasiga akirib, Uyg'urlarni irqiy qirg'inchilik qilishiga yordam bergan Xitoyningki tashkiloti. Ba'zilar o'ylab qoldiki, to'g'liq nimishki bular tavba qilmaydi, bular uyg'onmaydi deb. Ya, bular uyg'onmaydi emas, tavba qilmaydi emas. Bular shu vazifa uchun ishlash uchun chiqqan, bular shu Xitoyning ishchi xizmatchilari, kadrlari, avtonom rayonlar partikomining sekretarlari, bular shu vazifa o'rinlaydiganlari deb tushunsanlar bo'ladi. Bular uyg'onmaydi, bular shunday tarbiyalanib chiqqan yoki ezib ketganlar emas. Aslida shunday chiqqanlar bular. Rabia Qodir chiqqanning yo'qi, aningdan keyin bularga pulni qayerdan keladigan, qaysi Xitoylarning kayinda mangadigan hammani shu onasi yetaklab mangan. Shunday gap qarindoshlar. Endi desam yana shu qarindoshlar 6-oyning 19 bo'ldi chiqib ekanman. Mana bu yil bugun chislaga 6-oyning 21 ekan. 6-da mana 1 yildan 2 kun o'tibdi. Mana 1 yil o'ynaganlarimi, ularni qilganlarimi o'tib ketdi. Ben bu atanamı ilgi çıkıtma. Mangımı bu gün ötüp gitti. Tarixni da kendim qaraydigan bo'lsam, Dünya Uyghur Qurultayıning bayonotchiliklarida pash qildim. Uningdagi London soatidagi shu nimani pash qildim. Uningdagi Quzatantayning tatay apsini pash qildim. Uningdagi Muattarning 5500 kishilik degan ashuni pash qildim. Uningdagi ben nimle paş kıldım. İşte vatvergini çıkarıvattım bu sen kalkınki özün bilese böyle. Yani nimle paş kıldım. Ha ökünki Zümrütayninki bana qarindoshlar aşı iste'molchilar bilan birga yashaymiz, Xitoy bilan birga yashaymiz deganiga baribir Amerika hukumati majburiy emgakniki nimalarni chiqarib qo'yibdi qonunlarni. Mana baribir bular u yoqqa tortdi. Xudoyim bu yoqdan o'ng qilib berdi ishimizni. Birinchisi shu Amerikadagi Sağlık Xudayarlar, sürgün hükümet, uyg'unish milliy harakati, mushularninki mustaqilchiliklar kuchlarninki nima qilishi bilan bu narsani Amerika hukumati tunib yetdi, ham tekshirib aniqlab chiqqandan keyin mushlar jazo tadbirlarini qilyotdi. Shu qarindoshlar. Buningdan keyin yana qurultay, yana xato ish qilsa, yana xato qilsa, yana chiqib o'qituvchi bo'lib sifatimizda ayblaymiz.
qarshi turamiz, kurash qilamiz. Mana bu kamera ilayotgan do'stimizniki ham azroq ishi vaqt to'shib qoldi. Bu do'stimiz o'zining ishini qilsin. Menmi birdan bir şey turib, lekin hocamlar işlerini qilay qaytgan ekan.